Ushbu loyiha To'ramak hamkorligida Andijon viloyati Baliq tumani Saxovat MFY 37-51 sonli kontur 7 gektar yer maydonida amalga oshirilmoqda. Ekin turi Bakmak makkajo'xori. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar holati yaxshi. Ekinlarni yetishtirish 91 kun davom etadi. Ekinlarni yetishtirish davomida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 35 ta dehqonlar biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 20 sotixdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Turun yerlari MChisi biriktirilgan. Ushbu yer maydonida jami 84 tonna hosil yig'ib olish rejalashtirilgan. Har bir dehqon daromadi o'rtacha 20 milliondan to'g'ri keladi. Mazkur hosil yig'ib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali dehqonchilik daromadini yanada oshirish rejalashtirilgan.